Shohruz, musobaqaga tayyorlansanmi? Menga qarang, yana bolani aldayapsizmi? Qachongacha bunaqa yashaymiz? O'chiray ovozingni. O'chirmayman. Men salla uchun ishlayapman. Har doimgi gap. Eshik taqilyapti. Aka, assalomu alaykum. Akajon, men mavzu Keling. kech bo'lganda bezovta qildim. Kiring. Keling aka. Yarim kechasi tinchlikmi? Keling o'tiring. O'zi yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Nima xizmat aka? Bir oldinga bitta iltimos bilan keldim ukam. Nima bo'ldi? Bilasan, qizimni mazasi yo'q. Kecha banitsadan ko'chirishga to'g'ri keldi. Doktorlar o'rtaroq pul so'rashyapti. Yo'q, noto'g'ri tushunma, ko'p kerak emas, topdim. Faqat ozgina dori-darmonlarga yetmay qoldi. Shunga kim oldiga borishni bilmay sana oldiga keldim. Xo'p, qancha? 200 yetmayapti ukam. Hozir olib chiqaman. Yaxshiyam shu ukam borbek. Nima qidiryapsiz? Pullar qani? Bankka qo'ydim. Jinnimisan, nimaga bankka qo'yasan? Nega? Yana akangiz pul so'rab kelibdilarmi? Uyni tashlab chiqib ketganingiz yetmayaptimi? Mani jigarim haqida unaqa gapirma. Ha, Shohruz. Adajon, ojon, yashamak ukam yo'q. Nimaga unaqa deyapsan, Shohruz? Sizlarga o'xshab pul bo'lib bermasdi. Amakajon, Shohruz, bolam qalaysan? bu yerga boshqa kelmang. Meni yig'ib qo'ygan pulim bor edi. Shuni opamga dori olib boring. Mana pul. Adam bir amamizga yordam bermaydi. Yarısı sayırdan tamamin Kimirlanıp